Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Biz Serquyosh Surxon vohasining Uzun tumanidagi mehnat mahalla fuqarolar yig'ini hududidamiz. Bu yerda ko'rayotganingizdek, bugun respublikamizda davom etayotgan o'sha yashil makon umummilliy dasturi bo'yicha katta miqyosda ishlar amalga oshirilyapti. Biz nafaqat mana shu joylarni obodonlashtirish haqida, bugun esa innovatsion g'oyalar hamda yangi bir texnologiya haqida sizlarga hikoya qilib bermoqchimiz. Bu yerda mana shu korxonani rahbarlari, keling yaqinroq kelavering. Mana shu yerda olib borilayotgan ishlarni nima maqsadi, bu yerda nima ishlar bo'lishi haqida sizlarga to'liq tushuncha beradi. Biz hozir ularni oldiga yo'nalsak, hozirgi qilinayotgan ishlar bu yerda hozir kommunikatsiya ishlar bo'lyapti. Bu yerda asfalt qilish yoki bo'lmasa mana bu atrofni manzarali daraxtlar bilan bezash ishlari amalga oshirilyapti. Erta indin esa bu yerda nihoyatda katta bir ob'yomda katta bir tashkilotchilik ishlari jarayonida mevali ko'chatlarni ekish ishlari boshlab yuboriladi. Assalomu alaykum. Hormanglar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bugun mana shu ishlarni bosh qahramoni bo'lgan shu tashkilotning rahbari, bu yerda tuman hokimining o'rinbosari va bu yerda mana ish boshqaruvchi mana shu yerda turibdilar. Yaqinroq kelmasangiz bizlar hamma gapni yetkazib bera olmaymiz-da. Tomoshabinlarimizga, bizni ko'rayotganlarga bu yerda olib borilayotgan ishlarni to'liq tushunchasini bersangiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Qarshiyev Erkinman, Uzun agrostory MCH direktoriman. Mana bu maydonimiz 46,6 gektar maydon, 46,6 gektar maydon 42 gektarida O'zbekistonda yagona bo'lgan eng katta xurmo plantatsiyasi tashkil qilinyapti, xudo xolasa. 46 gektar hamma? Ha, 46 gektarda ko'chatlarimiz Turkiya davlatidan keltirilyapti. Roje Brilliant va Hachiya navlari. Bu butun jahonda eng eksportbop va eng sifatli xurmo hisoblanadi. Bu maydonimizda 3 gektar maydonda Xitoy usulida issiqxona quriladi va issiqxonaga anjir yetishtiriladi. Yetishtirilgan anjirlarimizda afzalligi, issiqxonada yetishtirilgan anjirning afzalligi 1 yilda 4 marta hosil olinadi. Anjirimiz hech qanday energiya talab qilmaydi. Quyoshda chiqishidan botishiga qarab quriladi issiqxonamiz. O'sha quyoshdan zaryad olib, o'sha issiqlikni 24 soat muddatda o'zida saqlaydi. Saqlaydi. Yana eng katta fishkasi buni afzallik tarafi, biz 1 gektarga 625 dona обычный holatda, ya'ni odatiy mahalliy usulda ekadigan bo'lsak, bunga 1,5 sxemada 6700 dona ketadi 1 gektariga. Bu eng katta bizning fishkamiz, ya'ni biz 10 sutlik maydonda 1 gektar 20 sutlikning ko'chatini ekamiz. Bu yerda ekilgan mahsulotlarni shu mevali daraxtlardan olingan mahsulotni qayta ishlash korxonasi ham qurilyapti. Albatta. Hozir qachon bitadi bu? Iyun oyida bitadi, xudo xolasa Guliston mahallasida qurilyapti. Jami qiymati 54 milliardlik quritish, qadoqlash, saqlash ombori qurilyapti. Bu yerda mana shu xurmo va anjirlarimiz olingan mahsulotlarimizni u yerda Yevropa standartida qayta ishlab, butun jahon bozorlariga eksport qilish maqsadida qurilyapti, xudo xolasa. Endi shu eksport masalasi nima bo'lyapti? Hozir bozorni egallagansizlarmi? Albatta. Mana birinchi mahsulotlarimiz Samarqandda Agroinnovatsiya instituti bilan hamkorlikda jami qiymat 5 milliardlik quritish, qadoqlash, saqlash ombori qurganmiz. Shu yerda birinchi mahsulotlarimizni olib, hozirgi kunda mana Turkiya davlatiga eksport qildik. Va Yaponiya bilan yaqindagina 100 tonna xurmo mahsulotini yetishtirib berish bo'yicha shartnoma imzoladik va 20 ming tonna Yevropa bozorlariga yetkazib berishga shartnoma imzolanishi pergovorlar olib borilyapti hozirda, kelishuvlar. Katta rahmat, ishlaringizga unum baraka tilaymiz. Hurmatli aziz bizni kuzatuvchilar, albatta bugun har bir joyda bo'layotgani singari Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida ham katta hajmdagi ishlar amalga oshirilyapti. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizda bular haqida sizlarga albatta ma'lumotlar, axborotlar berib boramiz.